Саламатсыздарбы достор. Эфирде кайра эле прямой эфир эмес, просто видео запись кылып атабыз. Дилноза менен интервью кылдык элек. Бул интервьюда Дилноза өзүнүн историялары менен, продукциялардын таасир эткендери менен бөлүшүп кетти эле. Эфирден кийин именно ошол видеону көргөндөн кийин өтө көп суроолор келди. Ошол суроолорго жооп беретиндей кылып ушул видеону тартып атабыз. Дилноза именно ушул азыркы күндө өтө көп экен да, бизде жүрөгү ооруп аткандар, сахарный диабетик да, инсульт, инфаркт, өтө эле көп оорулар жашарып атат да. Ошого кызыгып, аябай көп кызыгып сурагандар болуп атат. Жүрөгүндө диагнозу кандай экен эле, кандай болуп ооруйт экен эле, именно кайсы продукциясын ичти, кандай кылып ичти деген вопростор болуп атат. Ошого жооп берип кетсең. Assalomu alaykum hammaga. Men Dilnoza Karimova, Artem kompaniyasida 4 oydan buyon partnyor bo'lib ishlab kelyapman. Men o'zimda qachon, men o'tgan yili may oyida onam qaytish qilganda yetib bora olmasdan kuchli stressdan infarkt bo'lib qaytdim. Avgust oyida kelganim, iyun oyida bo'ldim. Avgust oyida qaytdim Moskvaga. Men o'shanda Arflemda emas edim u paytda, keyin 2019 fevral oyi yozildim. Unda olib ichish boshlamaganman, mart oyida olib ichishni boshladim. Bu yil yozda bu qilganimda menda yurak klapani, bitta klapan ishlamayapti. O'sha klapanni almashtirish kerak degan tashxis, o'zbekcha aytganda shunaqa tashxis qo'yishdi. Men uni uchun operatsiya qildirishim kerak. Operatsiyaga bilasizlar, katta расход ketadi. Men har bitta dorisini 2000-3000 dan olib icha olmayman, to'g'risi. Olib ichmadim ham. Boshida ichdim, o'sha qarasam topgan pulim даже yetmayapti doriga. Keyin men Arflemda ishlab yurganim uchun men o'sha wellnessni surishtirdim, internetlarda izlandim, o'zimga kerak bo'lgani uchun men olib ichib boshladim. Men olib ichib boshlamasimdan oldin menda hattoki birinchi etajga chiqqanda ham menda o'sha shu boshlanganda, hozir Xudoga shukr menda o'zgarish katta. Men hatto vrachlarga borganimda ular dorilarimni sen, endi menga ular nima qilishganda dori yozib bergan, o'shani to'xtatmay 6 oy ichasan, 6 oydan kelasan, yana mamdemam deb bo'ladi ekan. Ha dedim. Borganimda hattoki ular повторный analizga borganimda o'sha senda qon aylanishi yaxshilangan. Biz dorilarimiz senga zo'r foyda beribdi deyishdi-da, lekin men to'g'risini aytaman, men dorilarni ichganim yo'q. Chunki har bitta dori Moskvada bilasizlar qimmat turadi. Undan ko'ra men mana o'zimizdagi shu wellness ga подписаться bo'ldim. Shu men lishniy balimni ham qilib ketaveraman, sog'lig'imga ham shu orqali qaradim. Men tomatli supni o'tgan katalogda qo'shdim. Menga yoqdi ta'mi, misol och qolgan paytingiz ichsangiz to'q tutib yuraverar ekan. Men женский pek ichdim. Menda tanishlarimda bolalarida shu tishlari chiqishini men kuzatdim-da. Men bergan odamga shunchaki berib qo'ymayman-da, shunchaki oldirmayman. U narsani olgandan keyin men kuzataman ularda qanday o'zgarishlar bo'lyapti. Men bu narsani nima uchun qilaman? Чтобы kimgadir aytganimda haqiqatan ishonch bilan aytishni xohlayman-da. Men shunchaki odamlarni aldab qo'yishni xohlamayman-da. Kompaniyani boyitish uchun emas bu narsalar. Haqiqatan insonlarga foydasi tegyaptimi deb men kuzataman-da. Meni dugonamda u ozish uchun ichdi, haqiqatan ham ozdi u. Farzandlarida hattoki boyaga omega 3 ni ichganda tishlari chiqishi osonlashdi-da unda. Shu darajada tishchalari chiqib qolganini podushkam sezmabdi. Tishi chiqdi, men bilmabman deb menga telefon qilib aytdi. Men yana aytaman, bizda sahar, qandli diabet kasalligi men annunga o'zimni qarindoshimga tavsiya qildim. Qaynopamga, endi xo'jayinim. Hattoki ularda hozirgi kunda dorilarini to'xtatish darajasigacha boribdi-da. O'zlarini vrachlar yozgan dorisini men ichmayapman. Hattoki menda ancha o'zimni shunaqa yoshargandek sezyapman. Hattoki ko'chaga chiqsa, qo'shnilar aytar ekan, nima uncha yosharib ketyapsiz deyishyapti ekanda. Men o'ylashimcha bizda bu pekda ichida aksantin bo'lgani uchun bizda shu yosharish bo'lyapti shekilli. Men tinmay izlayman, internetlarda ko'raman, haqiqatan ham wellness tabiiy ekan. Ochki taqqanlarda kuzatdim, ochkilarini hattoki yechishdi. Men ochkim, kстати, nima? Защитныйлер, зрением жақсы, дальний ближний жақсы. Точноmi?
siz ham wellness ichasiz? Men wellness ichем, meniki просто защитный. Men компьютер көп карайм, кечке телефон карайм, ак кагаз менен иштейм, офисибиз аппак, ошон үчүн мен защитный кылып, көзүм талып калат да. Менде только защита этагам. мен биттанын айтып кетсем, менде yoshligimdan immunitetim past bo'lganda men ko'p gripp bo'lardim-da. Juda ko'p gripp bo'lardim. Gripp bo'lganda ham qanday men haftalab yotardim-da, ko'rpa to'shak qilib, to'liq dori ichib, limon choy shunaqada men qilardim. Grippga o'shuncha bo'lib o'ylayman. Da, grippni men qattiq olardim, chunki menda gaymarit bo'lgan-da, gaymarit bo'lgani uchun men gaymaritni plastik operatsiya qildirganman. No, o'shandan keyin menda allergический bo'laverdi. Moskvaga kelganimda bir to'xtadi-yu, yana qaytalandi, chunki hozir Moskvada ham pogoda o'zgardi-da. Men qachon wellnessni boshladim, menda gripp umuman bo'lganim yo'q-da. Men ishonsangiz, men yozda ham grippman, qishda ham-da. Yil 12 oy yashil daraxtga o'xshab men ham gripp bo'lib yurardim. Men umuman gripp bo'lganim yo'q-da. Men shunga hayron qolaman, haqiqatan ham odamlarga foyda qilar ekan-da wellness. Dilnazar, bir sekret aytayinmi? O'zi sekret emas, men doimiy aytaman, shkolalarda aytamda. Men kompaniyaga kelgandan keyin 12%dan boshlab wellness ichib boshlaganman. Мынакей 8 жылдан бери wellness ичсем, 8 жылдан бери грипп не экенин билбейм дейм да. Вот внимание не обращает, да, кажется, мои консультанты, да. На самом деле реально. Мен ишенем, мен сен айтып атканыңа мен ишенем да. Просто чындап ишеним керек да, ишениш керек. Да, менин бошида to'g'risi kelganimda aytishganda, bular endi kompaniyani obro'yini oshirish uchun, vitaminlar sotilishi uchun deb o'ylardim. Yo'q, haqiqatan ham men o'zim hattoki kimdir сразу mana kvartiramizda ham temperatura qilayotgan bo'lsa, men сразу pekdan beraman-da. Именно o'sha aksantin beraman. Omega 3 beraman, komplekt shunday beraveraman-da, mayli ichsin, zato yaxshi bo'lsin. Bersam, boyagi temperatura qilayotgan odam temperaturasi ham tushar ekan-da. Haqiqatan foyda qilar ekan deyman-da o'zimga o'zim. Keyin ular уже menga qiziqishadi-da. Nima berdingizki, bizga shunchalik biz yengil grippni yengdik deydi-da. Da, hatto shuni orqasidan menga wellnessga bizga zakazam bo'ladi shundan. Men uni misolchi voy mendan wellness olsin deb qilmayman. U o'zi uchun oladi, o'zini nomidan oladi-da. No, demoqchiman, biz vitamin bilan odamlarni bu aldab sotish emas, men rezultat o'zim ko'rdim. Haqiqatan ham tabiiy mahsulot, bizga foydasi bor ekan. Zreniya deganim boyagidek menda haqiqatan zreniyasi pastlarda eshitdim, chunki omega 3 bor-da, omega 3 ni o'zi bilsak, agar bizga u zreniyamiz uchun imенно bizga o'sha narsa kerak-da. Hatto ochkisini yechganlarni eshityapman-da. Men kuzataman, чтобы haqiqatan borib so'rayman, eshitib qolsam, o'shan bilan men обязательно telefonlashib, rostdan shunday bo'ldingizmi? Qanday holat edi, qanday bo'lyapsiz deyman-da. Чтобы konsultantlariga odamlarga предлагать etganda odamlarga men уверенный bo'lib ularga men ayta olaman-da. Haqiqatan mana ishonmasangiz, mana telefon nomeriga telefon qilsangiz, shu sahrdan yaxshi bo'libdi. Mana bunga qilsangiz, zreniyasi yaxshi bo'libdi deya olaman-da. Shu savol gipertoniklar dag'inda, u kabo давленияsi низкийлер, да. Mana xo'jayinimda давление deganingizga xo'jayinim давление. Yoshli. Qancha yoshda xo'jayin? 40 ga kirganlar yo'q, no давленияsi bor. Высокий? Da, unda pagodadan uniki baland, juda baland yuradi. U даже 200 ga ham chiqib ketadi давленияsi. O'shandan wellnessdan ichida umuman давление bosh og'riqni bilmaydi-da. Tugab qolsa, men jenskini ham ichib ketaveradi. O'ziniki tugab qolsa, men menikini ichsam, ana vaqtda boshim og'rimaydi. Уже unda nima deydi, ham o'zini tetik his qiladi-da. O'zi shug'ullanadi, protein unaqa narsa ichmaydi, lekin aytaman, protein ham tabiiy ich desam, yo'q, men o'zim yaxshiman deydi-da. Shug'ullanadi ham, ishga ketadi, 12 soat og'ir mehnatda stroykada ishlaydi, qaytib keladi ham, charchoqni bilmaydi-da. Bo'sh bo'lsa, uyda men bilan o'tirib zakaz jo'natishib, registratsiya qilishib, chunki u kompaniyada ishlaydi-da, yarim stavka bu yoqda ishlaydi. Demoqchiman, xo'jayinimda ham umuman давление chiqqanini eslolmaymiz biz. Qachon erim ham shu boshladi, wellnessda o'shandan beri umuman давление bo'lmay qoldi-da hozir. Ya interes o'lchab qo'ydi. Yo'q, o'lchaganimizda ham давление уже нормальный bo'ldi-da. Lekin lecheniya qilgani yo'q. U o'lchaydi, o'zini yaxshi ko'radi xo'jayinim. O'lchab, chunki u men boshida aytganimda ishonmadi-da. Davolanganda ham qolmadi-da, давление yaxshi bo'lmadi, lecheniya qildi ham yaxshi bo'lmadi. Keyin men aytsam, u aytdi, hammasi bir dori dedi. Men aytdim, bu dori emas, bu mana o'qib chiq, internetdan ko'r, izlan. Ko'rib, o'zi ham o'zi aytadi, haqiqatan ham. O'shaning uchun biz har katalogda uzmasdan olib ketamiz-da wellnessda. Полный ли вопростарға ответ болды o'xshaydi.
wellness-тен биздин командабызда лидерлердин ичинде арасында, консультанттардын арасында өтө результаттар көп. Суроолоруңар болсо комментарийге жазгыла. Каналга подписка болобуз. Колокольчик бар, колокольчикти басып коебуз. Комментарийге жазгыла суроолоруңарды, кандай дагы wellness боюнча дагы кандай вопросторуңар бар, биз ошол вопросторго толук жооп бергенге даярбыз. Өтө көп төрөгөндөр бар. Балдардын кандай развитие болуп аткандары өтө көп. Комментарийге жазсаңар, сөзсүз жооп беребиз. Рахмат, Дилноза. Суроолорго жооп болду деп ойлойм. Всем пока.